hammamiz birlashsak, nasib bo'lsa bu loyihani amalga oshiramiz. O'zimiz bosh bo'lamiz albatta. Undan tashqari mana mahalla faollari ham yig'ilgandan foydalanib, o'sha qaysi mahallaga, qaysi kommunikatsiya, yer ostiga to'liq kommunikatsiya bilasizlar. Gidravlik yechimida shu 200 diametr quvurdan to 800 diametr quvurgacha quvurga tortiladi. Our involvement in this project, we are providing support to project implementation. Hop, bu loyihada bizning asosiy vazifamiz bu GRPga texnik podдержка ko'rsatish. Mana shu qurilayotgan gidroinshoot uzoq yillar davomida mana shu xalqqa xizmat qilish. U masalan 30 yil bo'ladi, 40 yil bo'ladi. Agar yaxshi uni ta'minlanib olib tursa, 50 yilgacha ham bemalol xizmat qiladi. Asosiy vazifani shunday qo'yganmizki, pudratchi eng loyiq bo'lgan pudratchi tanlansin va o'sha gidroinshootni qursin.